Ismini aytmayman. Bitta o'quvchi ustoz sizdan o'rgangan bilimlarimni maktabdagi informatika ustozimdan so'rab, bilimini tekshirib ko'raman deydi. Bunaqa ahmoqgarchilik qilma dedim. Maktabdagi o'qituvchilarni tekshiradiganlar yetib ortadi. Har xil tashkilotlar, tekshiruvlar mana yerdan emas, mana bu yerdan kelgan. Endi bir kami 10 yosh bolani o'quv markazidan o'rgangan bilimi bilan aql o'rgatish qoluvdi. Shuni bilib olinglar. Gigant IT kompaniyani direktori bo'lib ketsang ham, senga boshlang'ich bilimni bergan ustozingni bilimini tekshirishga va unga hurmatsizlik qilishga haqqing yo'q. Tushunarli? Bu narsa birinchi IELTSchilarda paydo bo'ldi. O'quv markaziga borib, IELTSdan nechidir ovoladida maktabdagi ingliz tili ustozi mensimay qo'yadi o'zicha. U IELTS sertifikati oldi degani ingliz tilini mana bu darajada biladi degani xolos. Amerikada ko'chada yotgan bomj ham biladi ingliz tilini. IELTS degan qog'ozi bor degani ustozga hurmatsizlik qilish mumkin degani emas. Bilim bizni hech qachon kibrga, manmansirashga yetaklamasligi kerak.